boshlaydi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun mana $4000 ga bitgan oshxona mebelimiz. Hozir qisqacha obzor qilib beraman. Bu mebelimizni bir vagonometr narxi $500 dan chiqqan. Toshimiz alohida hisoblanadi. Tosh 1 metri $100, $110 dan chiqadi. Mexanizmlarni hammasini yaxshidan ishlatganmiz. Общий hisobda ostrofi mebelini общий hisobda $4000 ga bitdi bu oshxona mebelimiz. Tayyor bo'lish muddati 20 kunda tayyor bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berishimiz bilan 20 kun ketdi. Rakvina, gaz plita, bitovoy texnika hammasi alohida hisoblanadi. Biz faqat mebelni o'zini qilib beramiz. Mana misol uchun sushilka qo'yib berganmiz. Bu sushilkamizning narxi $160. O'sha o'zi tushadi pastga, idish tovoqlarni taxlagandan keyin tepaga ko'tarsangiz, o'sha ko'tariladi. Narxi $160. Bu narx hech kirmaydi. Bu alohida narx. Fasadlarimizga qimmat MDFdan ishlatganmiz. Kraska ham o'sha italyanskiy kraskadan ishlatganmiz. Hammasini qimmatidan ishlatganmiz. Mexanizmlari, hop, karbonlari ikkita tomonda gazga, ikkita tomonda karbo qo'yib berganmiz. Tortmalar o'sha skveti mexanizm, qo'shimga qo'yiladiganlarni hammasini qo'yib berganmiz. Hop, ostrofimizni ham xuddi shunaqa tortma qilganmiz. Hop, i teglarida ikkita skveti mexanizmga qilib qo'yib berganmiz. Ostrofi bu yoq tomonda bemalol stol qo'yib ovqatlasa bo'ladi. Bu yoq tomonda bemalol xohlagan narsangizni tayyorlasangiz bo'ladi. Biz ranglarini tanlaganmiz, maslahatlashganmiz, dizaynini chizib berganmiz. O'shandan keyin xudo xolasa 20 kunda, mana bugun 20 kun, 21-kun bo'ldi, tayyorlab 100% klientga topshirdik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Klientimiz eng muhimi rozi bo'ldilar bizlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar bizning nomerlarimizga. Sog' bo'linglar.